Assalomu alaykum, efirda bugun yangiliklar dasturi. Assalomu alaykum. Kunning eng so'nggi madaniy ma'rifiy voqealari bilan sizni tanishtiramiz. Xabar berayotganimizdek, poytaxtimizda davom etayotgan 58-xalqaro kimyo olimpiadasi navbatdagi muhim bosqichga kirdi. Bugun ishtirokchilar uchun nazariy imtihonlar boshlandi. Mazkur sinov yosh kimyogarlarning fan bo'yicha chuqur bilimlari, mantiqiy va tahliliy fikrlashi hamda murakkab masalalarni yechish salohiyatini baholashga qaratilgan. Olimpiadaning bugungi jarayonlari bilan muxbirimiz Zokir Mo'minov tanishtiradi. Markaziy Osiyo tarixida ilk bor O'zbekistonda o'tkazilayotgan 58-xalqaro kimyo olimpiadasining navbatdagi bosqichi, ya'ni nazariy bosqich ko'rib turganingizdek boshlangan. Dunyoning 90 dan ortiq davlatidan kelgan 400 nafar o'quvchiga 5 soat vaqt ajratilgan bo'lib, ushbu vaqt davomida 9 ta masalaga javoblarni taqdim etishlari zarur. Mazkur nufuzli bilimlar bellashuvi ayni paytda qizg'in pallaga kirdi. Bugun musobaqaning eng mas'uliyatli bosqichi o'tkazildi. So'nggi yillarda iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash va yirik xalqaro bahslarga tayyorlash tizimi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilganini ushbu anjuman misolida ham ko'rish mumkin. Xususan, ixtisoslashtirilgan fan olimpiadalari markazining tashkil etilgani yoshlarning tizimli va zamonaviy mezonlar asosida tayyorgarlik ko'rishga zamin yaratdi. Ushbu islohotlar samarasi o'laroq o'zbekistonlik o'quvchilarning xalqaro maydonlardagi zafarlari yildan yilga salmoqli tus olmoqda. Birgina 2025-yilning o'zida vatanimiz vakillari 29 ta xalqaro olimpiadada ishtirok etib, jami 210 ta medalni qo'lga kiritgani fikrimizning yaqqol isbotidir. Topshiriqlar aynan mazkur olimpiada uchun yangitdan yaratilgan topshiriqlar hisoblanadi. Undan tashqari o'sha bu olimpiadaga tuzilgan har bir topshiriqni bir qiziqarli tomoni shundaki, topshiriqlarni hammasini aynan mahalliy ilmiy qo'mita, ya'ni o'zimizning olimlar tomonidan tuzilganligi xalqaro kimyo olimpiadasida O'zbekistonning o'rnini yana bir bor ko'rsatib beradi. O'zbekiston terma jamoasi misol uchun bu olimpiadada agar oltin medal qo'lga kiritadigan bo'lsa, bironta o'quvchimiz bu nufuzli xalqaro olimpiada hisoblanganligi uchun 1 milliard oshiq miqdorda pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Ikkinchi o'rin uchun 600 milliondan oshiq, uchinchi o'rin uchun, ya'ni bronza medali uchun 400 milliondan ortiq miqdorda pul mukofoti taqdim etiladi. Nazariy bosqichda ishtirokchilar kimyo fanining turli murakkab yo'nalishlari bo'yicha tuzilgan nostandart vazifa va topshiriqlarni bajarishdi. Ushbu sinovda maksimal 60 ball jamg'arish imkoni mavjud bo'lib, u o'quvchilardan nafaqat chuqur nazariy bilimni, balki yuksak tahliliy va mantiqiy fikrlash qobiliyatini ham talab etadi. Murakkab sinovlar xalqaro standartlar asosida mutlaqo shaffof va barcha uchun teng sharoitlarda tashkil etilgan. Bugun olimpiadaning eng muhim va eng hayajonli kunlaridan biri. Chunki ishtirokchilar nazariy bosqichda o'z bilimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Avvalgi amaliy bosqichlarda ular laboratoriyada ishlash bo'yicha yuqori mahorat namoyon etib, munosib natijalarga erishdilar. Ilmiy qo'mita ishtirokchilar uchun kimyoning turli yo'nalishlarini qamrab olgan qiziqarli masalalarni tayyorladi. Umid qilamizki, o'quvchilar nafaqat ushbu kimyoviy masalalarni yechish jarayonlaridan zavq oldilar, balki O'zbekistonning boy madaniyati, an'analari va milliy qadriyatlari haqida ham yangi bilimlarga ega bo'ldilar. Ushbu olimpiadaga tayyorgarlik jarayonlari qariyb 2 yil davom etdi. Bu davrda ilg'or xorij tajribasi sinchiklab o'rganilib, eng zamonaviy laboratoriyalar barpo etildi. Tadbirning yuqori saviyada o'tishi uchun yaratilgan tizimli sharoitlar mamlakatimizning yirik xalqaro ilmiy anjumanlarini muvaffaqiyatli o'tkaza olish salohiyatini yana bir bor dunyoga namoyish etdi. Xalqaro kimyo olimpiadasining nazariy imtihonlari o'z yakuniga yetdi. Endilikda o'quvchilarning ishlari hakamlar hay'ati tomonidan belgilangan mezonlar asosida baholanadi. Yakunida eng yuqori natijani qayd etgan o'quvchilar oltin, kumush va bronza medallar bilan taqdirlanadi. Zokir Mo'minov, Ismoil Ismoilov bugun dastur uchun. Abituriyentlar hayotida muhim kun. Mamlakatimiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari boshlandi. Minglab abituriyentlar o'z orzulari sari muhim qadam tashlayotgan ayni damlarda imtihonlar belgilangan tartib va shaffoflik tamoyillari asosida o'tkazilmoqda. Imtihon jarayonlari, abituriyentlar va ota-onalar kayfiyati haqida muxbirimiz hikoya qiladi.
Ayni paytda poytaxtdagi O'zexpo markazidamiz. Bu yerda 2026-2027 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalari uchun qabul imtihon jarayonlari boshlangan. Imtihonlar kunning birinchi yarmida va ikkinchi yarmida davom etadi. Oldindagi 3 soat davomida abituriyentlarning shu paytgacha to'plagan bilimlari sinovdan o'tkaziladi. Va aytib o'tish kerakki, bu shunchaki oddiygina sinov emas, bu insonning kelajagini o'zgartiruvchi, kelajagi bilan bog'liq bo'lgan imtihonlardir. Ayni damda abituriyentlar va ularning ota-onalariga mikrofon tutamiz va ularning fikrlarini birgalikda tinglaymiz. Imtihon qalay bo'ldi? Zo'r, savollar yaxshi, o'qigan odam biladi. Yaratilgan sharoitlar qanaqa? Yaxshi hammasi. Xolos kiramiz. Zo'r sharoitlar, issiq kunda muzdek joyda o'tirib, miyani joyiga to'plab olib qilish. O'rtacha, qiyin emas. Kutganingizdek bo'ldi. Yaxshi. Imtihon qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Qiyin emasmi? Qiyin, lekin menda hammamiz o'qiganmiz, Xudo xolasa, hammamiz o'qiganimizga yarasha chiqadi degan umiddaman. Qiyin savollar ham bor, lekin yengillari ham bor-da. Ko'nglimdagidek bo'ldi, ha. Ichkarida shunaqangi salqinki, hatto sovqotdek. Yaxshi sharoit, salqin qilib berishibdi. Savollar qiyin emasmi? Yo'q, bo'ladi, yechsa bo'ladi, osonroq. Natija qanaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz? Nima kutyapsiz? Endi shu katta ball kirish uchun. Qancha payt tayyorlandingiz o'zi? Asosiy fanimga 1 yilcha tayyorlandim. Ichkarida biologiya ozgina qiynaldim. Kimyo organika fandan ozgina qiynaldim, chunki organikaga oxirgi payt unaqa tushunmayapti edim. Tashlab qo'ydim, shuncha qiynaldim. Qolgan fandan ishladim me'morlar. Qizimni olib kelganman. Aha, qayerdan keldingizlar? Qashqadaryo viloyatidan. Hayajonlanyapsizmi? Ha, juda ham hayajondaman. Natijalar qanaqa kutyapsiz? Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Qaysi fan eng qiyini bo'ldi? Kimyo? Albatta hayajonda, birinchi farzandim baribir ilohim kirib ketsin endi. Shu yaxshi niyatlarda. Shuncha o'qitdik, tayyorlantirdik. Qancha payt tayyorlandi? 3 yildan beri tayyorlanadi. Xudo xolasa kutyapmiz endi natijani. Har bir inson o'qish kerak, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki bilim kerak baribir har doim. Bilimsiz qiyin hayotda. Shu nevaram kirib elga xizmat qiladigan katta to'pali hamshiralardan, doktorlardan bo'lsin-da. Test sinovlari respublika bo'ylab belgilangan tartib asosida davom etmoqda. Joriy o'quv yili uchun 664.609 nafar abituriyent test sinovlarida ishtirok etmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan yilgi imtihon topshirgan 671.397 nafar abituriyentga nisbatan biroz kam. Joriy yilda yana o'tgan yangiliklardan biri xabaringiz bor. Chet tili bo'yicha asosiy talab B2 va undan yuqori darajadagi talab edi. Bu yilda shu talab nisbatan pastroq darajaga tushirildi, ya'ni B1 darajasi bor xalqaro yoki milliy sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarga ham maksimal o'sha fanini 75% miqdoridagi ball berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yana bir yangiligimizdan biri bu SAT imtihonlarida o'sha talabgorlarga belgilangan tartibda qo'shimcha grant o'rinlari ajratilishi bo'ldi. Ya'ni SAT xalqaro imtihonlarini topshirgan talabgorlarimiz agar o'sha 75% dan, ya'ni 1200 balldan yuqori olganlar bo'lsa, ularga ham hozir ruxsatnomada o'z xohishlariga ko'ra test sinovlarida ishtirok etishlari mumkin yoki bo'lmasa tanlovning ikkinchi bosqichlarida to'g'ridan-to'g'ri tanlashlari mumkin bo'ladi. Bu yilgi qabul jarayonida yana bir muhim tendensiya kuzatilmoqda. Umumta'lim fanlaridan 193.186 nafar abituriyent milliy sertifikatga ega bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 2,3 baravar ko'p. Barcha talab etilgan fanlardan sertifikatga ega bo'lgan 12.997 nafar abituriyent test sinovlaridan ozod etilib, bevosita tanlov bosqichiga o'tkazildi. Bu esa oldindan qo'lga kiritilgan yutuq va sertifikatlarning ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Eslatib o'tamiz, imtihon jarayonlari 23-iyulga qadar davom etadi. Zulfiya Islomova va Ismoil Ismoilov bugun dasturi uchun. Toshkent metropoliteni zamonaviy va qulay jamoat transporti tizimini rivojlantirish yo'lida yana bir muhim qadam tashladi. Metropoliten parkiga 3 ta yangi zamonaviy metro poyezdi olib kelindi. Yangi harakat tarkiblari yo'lovchilarga qanday qulayliklar yaratadi? Bu haqida muxbirimiz Dildora Do'stmurodova so'z yuritadi. Yozning jazirama kunlarida metro ko'pchilik uchun salqin hamda qulay transport vositasi hisoblanadi. Endilikda bu qulaylik yanada oshdi. Poytaxt metrosiga zamonaviy 3 ta poyezd tarkibi olib kelindi. Jahon tajribasini o'rgangan holatda yana qo'shimcha qilib aytishimiz kerak.
bitta Shahriston bekatiga hozir ishchi guruh shakllantirganmiz. Tezlik eshiklarni qo'yish. O'sha yo'lovchilarga qulaylik bo'lishi uchun, yosh bolaliklar, nogiron odamlarga tushib ketmasligi uchun eksperiment tariqasida qo'yishga ruxsat berildi. Bu ham bizga juda katta yengillik bo'lyapti. Kelasi yilga 5 ta vagonlikni harakatini qilyapmiz. O'sha har bitta bizning mutaxassislar bilan o'sha motorlarini, texnik to'g'ri keladigan parametrlarni o'rganib chiqib, biz hozir shartnoma asosida kelasi yilga 5 ta o'rganish bo'yicha ishchi guruh tuzilgan. Bu harakat tarkiblarini intervalli tushirishga olib keladi. Hozir bizning birinchi tajriba o'tkazamiz. Bunga bugun tok kuni, tok beramiz. Yig'ib bo'lingandan keyin birinchi liniyaga bizani deponi hududiga liniyaga birinchi marta chiqadi. Poyezd o'zini qabul qiladi. Qanaqa qabul qiladi? Ayni damda biz poyezdning ichki qismidamiz va bu yangi poyezd eskilari bilan deyarli tashqi ko'rinishi bir xil, ammo uning ichki qismida, ya'ni oynalari quyosh nuri o'tkazmaydigan plyonkalar bilan jihozlangan va uning konditsioneri oldingi poyezdlarnikiga qaraganda juda ham kuchliroq. Toshkent metropoliteni harakat tarkibini bosqichma-bosqich yangilashda davom etmoqda. Navbatdagi 3 ta zamonaviy metro poyezdi yo'lovchilarga yanada qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. Yangi harakat tarkiblari yuqori darajadagi qulaylik, energiya tejamkorligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi. Poyezdlar keng sig'imli, shovqini past, zamonaviy isitish va sovutish tizimlari bilan jihozlangan hamda xalqaro standartlarga javob beradi. Shuningdek, vagonlarda elektron yo'nalish xaritalari, vagondan vagonga erkin o'tish imkoniyati, video kuzatuv kameralari va favqulodda holatlar uchun signalizatsiya tizimlari o'rnatilgan. Imkoniyati cheklangan fuqarolar, homilador ayollar hamda yosh bolali yo'lovchilar uchun alohida o'rindiqlar ajratilgan. Ovozli informatorlar va elektron tablolar orqali bekatlar ketma-ketligi yo'lovchilarga uzluksiz yetkazib boriladi. 10 kun davomida zamonaviy yangi poyezdlar yer usti halqa yo'lida harakatlanishni boshlaydi. Ma'lumot uchun xuddi shunda yana 11 ta poyezd Toshkent metropoliteni uchun olib kelish rejalashtirilgan. Dildora Do'smurodova, Ma'mur Anvarov bugun dasturi uchun. Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, jurnalistlarning kasbiy salohiyatini oshirish va zamonaviy media muhitini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi tashabbusi bilan internet nashrlari va veb-saytlar vakillari ishtirokida o'tkazilgan navbatdagi davra suhbati tafsilotlari galdagi lavhamizda. Raqamli media bugun axborot makonining ajralmas qismiga aylandi. Shu bois sohani yanada rivojlantirish, tahririyatlar faoliyati uchun qulay sharoit yaratish hamda internet jurnalistikasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilish maqsadida davra suhbati tashkil etildi. Unda ommaviy axborot vositalari xodimlarining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, mehnatini rag'batlantirish, sog'lig'ini mustahkamlash, yashash sharoitlarini yaxshilash masalalari o'rin olgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida Prezident administratsiyasining kommunikatsiyalar departamenti tomonidan yangi kompleks konsepsiya, normativ hujjat loyihasini ishlab chiqish tashabbusi ilgari surilmoqda. Ommaviy axborot vositalarini har bir yo'nalishi bo'yicha davra suhbatlari bo'lib o'tyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ulardan bevosita takliflarni o'rganish, ularni ijodiy muhit yaratishda, ularni qo'llab-quvvatlashda, ijtimoiy muhofazasini ta'minlashda va shu jumladan ularni erkin ijodiy muhitda faoliyat olib borishlarida imkoniyatlar yaratishda asosiy vazifa sifatida belgilanyapti. Takliflarni o'rganib chiqish zamirida albatta chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va kelgusida o'sha davlatimiz rahbarini bayram tabriklarida bevosita ko'zda tutilgan masalalarni ta'minlashga doir albatta normativ hujjatlar ishlab chiqariladi. Ya'ni birinchi navbatda ularni mana shu ijtimoiy muhofazasiga qaratilgan, ularni o'sha ijodiy erkin muhitda faoliyat olib borishlarini ta'minlashga doir bo'lgan vazifalarni belgilab olish va o'sha asosda yangi loyihalarni, yangi tashabbuslarni ilgari surish masalalari ko'zda tutilyapti. Mazkur uchrashuvda internet jurnalistikasining bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Tahririyatlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, jurnalistlarning huquqiy va ijtimoiy kafolatlarini mustahkamlash, sohada uchrayotgan muammolarning yechimlari yuzasidan fikrlar bildirildi. Poytaxtda ishlaydigan qator hamkasblarimiz xuddi menga o'xshab viloyatlardan kelib faoliyat olib borishadi va ularda uy-joy masalalari bo'yicha muammolari ham bor. Endi to'g'ri, uy-joy masala bu har bir insonning shaxsiy ehtiyoji. Men 2016-2018 yillarda Farg'onada ishlagan paytimda ko'rganman. Aynan farg'onalik
jurnalistlar uchun Farg'ona viloyatida uy qurilgan va mana shu uy subsidiya asosida ularga berilgandi. Mana shu masalani ham Toshkentda ko'rib chiqilsa, ko'tarilsa, internet nashrlar uchun alohida, gazeta jurnallar uchun, televideniyalar uchun alohida mana shunaqa jarayonlar ham ko'rib chiqilib va yosh toifasi bo'yichami, oila toifasi bo'yichami kategoriyalarga bo'lib berilsa degan bitta yaxshi maqsad bor. Ushbu takliflar asosida jurnalistlar manfaatiga xizmat qiladigan, mamlakatimiz media makonini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadigan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Navbatdagi muloqotlarda telekanallar, radiostansiyalar vakillari, blogerlar va media ekspertlar ishtirokida muhokamalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Sevinch Mingboyeva, Jaloliddin Sayriddinov bugun dasturi uchun. Ayni kunlarda o'zbek milliy musiqa san'atining atoqli namoyandasi, O'zbekiston xalq artisti, Oltin Noxun sohibi Turg'un Almatov xotirasiga bag'ishlangan respublika tanlovi bo'lib o'tmoqda. Milliy cholg'uvchilik san'ati an'analarini davom ettirish, yosh iste'dodlarni kashf etish va ustoz-shogird maktabini rivojlantirishga xizmat qilgan tanlov xususida hozirgi lavhada so'z boradi. Ayni damda Turg'un Almatov nomidagi respublika tanlovi qizg'in pallada davom etmoqda. Tambur va dutor yo'nalishida ishtirok etayotgan yosh ijrochilar ustozning ijro maktabini davom ettirgan holda jonli ijroda o'z mahoratlarini namoyish etishmoqdalar. Tanlovning maqsadi Turg'un Almatovning boy ijodiy merosini yosh avlodga yetkazish, milliy cholg'uvchilik san'atini rivojlantirish hamda iqtidorli yosh ijrochilarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tanlovda mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iste'dodli yoshlar ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi hamda Madaniyat va ma'rifat kanali bilan bugun hamkorlikda Turg'un Almatov nomidagi respublika tanlovi o'tkazilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan madaniyat va san'at sohasiga katta e'tibor qaratilib, mana shu yo'nalishlarga ham alohida urg'u berilmoqdaki, ya'ni cholg'u ijrochilik yo'nalishi bo'yicha. Bu ham mana shu o'tkazilib turgan tanlov ham mana shu e'tiborlarni bir debochasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugun respublikamizda har bir hududida, ya'ni respublikamizning barcha hududida mana shu dutor, tambur, cholg'u ijrochiligi bo'yicha ijod qilib kelayotgan eng sara ijrochilar bugun mana shu maydonga kelib o'z ijod mahsullarini namoyish etishmoqdalar. Tanlov shartiga ko'ra ishtirokchilar Turg'un Almatov ijro maktabiga mansub asarlar, shuningdek maqom va xalq kuylarini jonli tarzda ijro etishlari zarur. Ularning chiqishlari tayyorgarlik, ijro mahorati, parda sofligi, usul va ohangni his etish, badiiy did hamda sahna madaniyati kabi mezonlar asosida baholanadi. Yoshim 18 dan Andijon viloyatidan keldim. Bugun Turg'un Almatov nomidagi respublika ko'rik tanlovi bo'lib o'tmoqda. Men bunda ishtirok etyapman. Men bugun Ajam taronalari degan kuyni chaldim. Bu kuyni chalish uchun 1 oy vaqtim ketdi. Hozir shu kuydan parcha chalib bermoqchiman. Tanlov yakunida tambur va dutor yo'nalishlari bo'yicha g'oliblar aniqlanadi. Har bir yo'nalishda birinchi o'rin 10 million so'm, ikkinchi o'rin 8 million so'm, uchinchi o'rin 6 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Mazkur tanlov milliy cholg'uvchilik san'ati an'analarini davom ettirish va iste'dodli yosh ijrochilarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Salohiddin Ro'zimov bugun dastur uchun. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 4-sinergetika va sun'iy intellekt nomli jamoaviy monografiyaning taqdimoti bo'lib o'tdi. Yetakchi olimlar, akademiklar, professor, o'qituvchilar hamda yosh tadqiqotchilarni jamlagan tadbirda sun'iy intellektni ilmiy va falsafiy jihatdan o'rganishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Fanlararo tadqiqotlar rivojiga xizmat qilishi kutilayotgan mazkur ilmiy asar taqdimoti haqida muxbirimiz Taxmina Tillazoda lavhasida tanishasiz.
Bugungi kunda ko'pchilik sun'iy intellektni faqat ChatGPT yoki boshqa bir dasturlar bilan bog'laydi. Lekin qo'limda turgan mana bu monografiya sun'iy intellektga butunlay boshqacha nuqtai nazardan qaraydi. Mualliflar uni murakkab, o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizim sifatida tahlil qilmoqda. Bu esa o'z navbatida sun'iy intellektni ham falsafa, ham inson tafakkuri bilan uyg'un holda o'rganish imkoniyatini bermoqda. Asar professor Baxtiyor To'rayev rahbarligida tayyorlanayotgan Sinergetika turkumining 4-kitobi hisoblanadi. Avvalgi tadqiqotlarda sinergetikaning nazariy asoslari, amaliy jihatlari va ma'naviy meros bilan bog'liqligi yoritilgan bo'lsa, bu galgi nashr sun'iy intellektni sinergetik yondashuv asosida tahlil qiladi. Bu kitobni shakllantirishimiz tasodifiy bo'lgan emas. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi olimlari, Samarqand davlat pedagogika instituti olimlari hamkorlikda tadqiqotlar olib borib, sinergetika sohasida biz shu choqqacha 3 ta kitobni nashrdan chiqardik. Birinchi kitob sinergetika mohiyati, xususiyatlari, namoyon bo'lish shakllari, qonuniyatlari haqidagi kitob edi. Ikkinchi kitobimiz esa sinergetika nazariya va amaliyot deb ataladi. Uchinchi kitobimiz sinergetika ma'naviy meros deb ataladi. Bugungi kitobimiz esa sinergetika sun'iy intellekt. Taqdimot davomida asar mualliflari O'zbekistonda sinergetika fanining rivojlanish istiqbollari haqida ma'ruza qildilar. 464 betdan iborat mazkur ilmiy asar 16 nafar olim hamkorligida yaratildi. Unda sun'iy intellekt, ekologiya, tilshunoslik, davlat boshqaruvi, aerokosmik monitoring va ijtimoiy tizimlar bilan o'zaro bog'liqlikda tahlil qilingan. Mualliflar sun'iy intellektni shunchaki dastur yoki texnik vosita emas, balki o'z-o'zini tashkil qiluvchi murakkab tizim deya baholashmoqda. Aynan shu yondashuv monografiyaning asosiy ilmiy yangiligi sifatida e'tirof etildi. Sinergetika bu eng muhim o'sha falsafada o'sha metodologiyalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda endi biz xohlaymizmi yo'qmi rivojlanish jarayonlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, sun'iy intellektlarning demak o'sha algoritmlarning nuqtai nazaridan aytsak takomillashib borishi imkoniyatlari kengayishi barobarida sun'iy intellektdan ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf xatarlar ham yo'q emas. Mana shu sun'iy intellektdan to'g'ri oqilona foydalanish, sun'iy intellektning imkoniyatlaridan foydalangan holda o'sha ba'zi bir yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va xatarlarni oldini olish bo'yicha nima qilish kerak degan mushohada va mulohaza kerak. Mana shu mushohada va mulohazaga biz faqat va faqat falsafiy nuqtai nazardan yondashsak to'g'ri bo'ladi. Taqdimot yakunida mualliflar va yosh tadqiqotchilar ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Ilmiy bahslar davomida sun'iy intellektning kelajakdagi rivojlanishi, uning ijtimoiy va axloqiy masalalari hamda fanlararo tadqiqotlarni kengaytirish zarurati yuzasidan fikr almashildi. Taxmina Tillazoda, Kamoliddin Qurbonov, bugun dasturi uchun. 13-17 iyul kunlari mamlakatimiz hududida anomal jazirama kuzatilmoqda. Issiq havo oqimlari hukm surayotgan ushbu kunlarda O'zgidromet mutaxassislari ob-havo jarayonlarini uzluksiz monitoring qilib, aholiga tezkor prognozlarni taqdim etmoqda. Shu bilan birga Toshkent shahrida jaziramaning salbiy ta'sirlarini kamaytirish maqsadida ko'chalarga suv sepish, favvoralarni to'liq ishga tushirish hamda yashil hududlarni sug'orish ishlari kuchaytirildi. Hozir shu haqda. Ko'pchiligimiz telefon ekranidagi havo haroratiga qarab kunimizni rejalashtiramiz, ammo o'sha oddiygina raqamlar qanday paydo bo'lishi haqida deyarli o'ylab ko'rmaganmiz. Aslida biz ko'radigan har bir qisqagina ma'lumot ortida eng zamonaviy texnologiyalar, uzluksiz kuzatuvlar va sinoptiklarning mashaqqatli mehnati turadi. O'zgidromet mutaxassislari maxsus stansiyalardagi zamonaviy kuzatuv qurilmalari va datchiklar yordamida atmosfera bosimi, shamol tezligi va havo haroratini sutkasiga 24 soat davomida nazorat qilib boradi. Yerdan olingan ma'lumotlar koinotdagi sun'iy yo'ldoshlar tahlili bilan birlashtirilib, eng aniq va tezkor ma'lumotlar tayyorlanadi. Bu joyimiz Toshkent shahrida joylashgan Toshkent observatoriyasi meteorologik stansiyasi. Bu yerda biz Toshkent shahri bo'yicha o'sha ob-havo ko'rsatkichlarini o'lchab boramiz. Ob-havo parametrlari, ya'ni meteorologik kattaliklar har Greenwich vaqti bilan har 3 soatda o'lchab boriladi, ya'ni 00 vaqtdan boshlab turib yog'iga bir sutkada 8 marta o'lchovlar amalga oshiriladi. Ko'rib turgan stansiyamizda atmosferada kechadigan jarayonlar, shu jumladan
havo harorati, havo namligi, atmosfera bosimi, shamol yo'nalishi, tezligi va shunga o'xshagan bir qancha meteorologik parametrlar o'lchab boriladi. Bu butkamizni meteorologik psixrometrik butka deb ataladi. Bu yerda biza havo harorati va havo namligini o'lchash uchun xizmat qiladi. Bu butkada o'sha termometrlar joylashgan. Bu orqali biz ayni muddatdagi havo haroratini, shuningdek maksimal va minimal termometrlar orqali muddatlar orasidagi eng maksimal va eng minimal qiymatlarni qayd etib boramiz. Biroq jazirama kunlarda faqatgina ob-havoni prognoz qilish yetarli emas. Unga qarshi tezkor choralar ko'rish ham muhim. Shu bois ayni kunlarda poytaxtimizda issiq harorat ta'sirini yumshatish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, maxsus suv sepish texnikalari yordamida markaziy ko'chalar va yo'l bo'ylari muntazam namlanib borilmoqda. Shahardagi daraxtzor va yashil hududlarni sug'orish ishlari esa kuchaytirilgan tartibda o'tkazilgan. Yunusobod va Shayxontohir kabi tumanlardagi suv favvoralari to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Bu esa atrofdagi havo namligini oshirib, poytaxtliklar va shahrimiz mehmonlari uchun nisbatan salqin mikroiqlim yaratmoqda. Hafta oxirigacha ushbu havo massalari ya'ni kuchli issiq saqlanib turadi. Respublikamizda joylarda 41-43 daraja issiq harorat kuzatiladi. Respublikamiz shimoli, markaziy va janubiy hududlarida havo harorati 43-44 darajagacha ko'tariladi. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, ushbu havo yuqori mamlakatimizda kuzatilgan maksimal rekord havo haroratlari qiymatlarini taqdim etmaydi. Masalan, respublikamizda maksimal havo harorati 1914-yilda Buxoro viloyatida joylashgan Ayoq ag'itma meteostansiyasida qayd etilgan va havo harorati termometr ko'rsatkichlari 49,8 darajagacha ko'tarilgan. Ushbu havo haroratlari nafaqat mamlakatimiz markazida, qolaversa janubiy hududlar, xususan Termiz shahrida ham 49,7 darajagacha havo harorati ko'tarilgan. Anomal issiq tabiiy omil, ammo undan keladigan xavfni to'g'ri tahlil va o'z vaqtida ko'rilgan amaliy choralar bilan kamaytirish mumkin. Mutaxassislar esa aholini rasmiy va ishonchli manbalarni kuzatishga, kunning eng faol soatlarida ko'chaga chiqmaslikka hamda ko'proq toza ichimlik suvi iste'mol qilishga chaqirmoqda. Jamshid Oshilov, Salohiddin Ro'zimov bugun dastur uchun. Bu bugun yangiliklar dasturi edi. Madaniyat va ma'rifat telekanalini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.